Yaxshimi sizlarga ertalabdan aloqaga chiqolman va jahlim chiqibdi. Barcha musulmonlarning jahli chiqdi bu narsani ko'rib. 10 yoshlikmi, 12 yoshli bolani o'ldirishdi. Qayerdanligini so'rashopti va dinini so'rashopti va o'ldirishopti. Bo'yniga pichoq urib. Ko'zini pirlatmasdan. Bir neblagaddarni kaza yibbani o'ldiribdi. Uni barcha musulmonlarning jahliga chiqdi bu narsa. Men o'z fikrimni bildirib ketaman. Agar noto'g'ri gapirsam, kechirasizlar. O'zga yurtga yurganlar, yaqinlarimiz, barcha Esingadagilar, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, hamma barcha musulmonlar do'st bir-biriga. Biza bilganimiz shuncha. Biza bilmaganimiz, videoga chiqmaganlar qancha deb hisoblaysizlar bu narsani. O'zga yurtga mana bunday xor bo'lib yashagandan ko'ra, hamma o'z yurtiga qaytgani yaxshi deb hisoblayman. Odam boshqa shoh bo'lib yashar boshqa yurtga. O'z yurtiga lekin gado bo'lib yashasa ham farzandlarining yoniga, ota-onasining yoniga yashagani boshqacha deb hisoblayman. Odam o'ziga bo'lgan narsani aytib bergisi keladi. Men o'zimga bo'lgan narsani mana musofirda bo'lganman. Boshimga qiyinchilik kelgan. Sizlar bo'lmasanglar, farzandlaringiz siz uzoqqa bo'lsangiz, farzandlaringiz ko'ziga ishonch qochadi. Qanaqadir o'ziga bo'lgan ishonch qochadi. Yo akam bodir, yo otam bodir ularga qarab turayotgan deb hisoblasiz. Lekin sizni otangiz ham, sizni akangizni 20 tangiz ham ota bo'lib bera olmaydi farzandlarga. Farzand ko'ziga ishonch qochadi. Qizlaringizni, o'g'illaringizni. To'g'ri, o'zga yurtga ishlayapman, musofirga ishlayapman. Ota-onamga nimadir qilib beray, farzandlarim hech kimdan kam bo'lmasin deb ishlayapsizlar. Lekin inson 1 soatdan keyin nima bo'lishini bilmaydi. Odam yillar davomiga nimadir qilaman deb niyat qiladi, to'g'ri. Lekin 1 soatdan keyin nima bo'lishini Alloh biladi. Odam o'z yurtiga, ota-onasining yoniga, farzandlarining yoniga, ahli ayolini yoniga bo'lib yashagani yaxshi. Rizq Allohdan. Mayli jab bo'lmasa araba tortsin, jab bo'lmasa taksilik qilsin. Mana shuncha odam o'z yurtiga ishlab, oilasini boqib, o'z yurtiga yurgani yaxshi. O'zga yurtga yurgan vaqti ota-onasiga kasal bo'lib qolyapti, farzandiga nima bo'lib qolyapti, inson o'zini o'zga yurtga qiynayapti deb o'ylayman. Men o'zimga bo'lgan narsa, menga ham bo'lgan, o'z boshqa yurtga yurganman. O'zimizga yurgandan ham ko'ra zo'r yurganman. Lekin hamma o'z yurtiga bo'lgani, o'z yurtiga yurgani yaxshi deb hisoblayman. Men qamalishimni bilib turib, kelib qaytib keldim. Mayli shu narsani bitirib olay, qiyinchilikni o'tkazib olsam ham bitirib olay. Lekin o'z yurtimga yuraman. O'z menga ishongan xalqimning yoniga, farzandlarimni, ota-onamning yoniga bo'laman deb qaytib kelib, boshimga mana shunaqa narsalar ko'rib, mana o'z yurtimga bemalol yuribman. Shuning uchun musofirga yurganlarni aytaman. Gapim noto'g'ri bo'lsa kechiringlar. Lekin